Blackpink va YG Entertainment haqida faktlar. Qani ketdik. Blackpink guruhi 2016-yilda YG Entertainment tomonidan yaratilgan bo'lib, bu guruh shaxsan YG Entertainmentning ikkinchi guruhi bo'lib hisoblanadi. Birinchi guruhi 2NE1 bo'lgan. Debyutdan oldin ular 5 ta qiz bo'lgan, ammo 5-ishtirokchi noma'lum sabablarga ko'ra bu guruhni tark etgan. YG Entertainmentda Blackpink nomidan tashqari bir nechta yana variant bo'lgan, jumladan Pink Bang, Pink Girls, Boom Boom va shunga o'xshashlar. Guruh 2016-yilda Bumbayaq qo'shig'i bilan debyut qilgan. O'sha payt K-popni butun dunyo taniyotgan payt aynan bu guruhning debyut qo'shig'i juda ham omadli chiqdi. Agar eshitgan bo'lsangiz, ba'zi bir joylarda har xil teoriyalar yotadi, ya'ni YG Entertainment Jisuni 30 guruh yugurtirgan uni ozishi uchun. Rozeni esa tinmasdan gitara chaldirgan. Lizani ota-onasi bilan ko'rishtirmagan. Jenini esa uni atayin ochiq-sochiq kiyintirgan. Ochig'i men bunday teoriyalarga 50% ishonaman, 50% yo'q. Sizcha nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Endi esa keyingi faktlarga yo'l olamiz. Ketdik. Shunday qilib Blackpink jamoasi o'z debyutidan tashqari yana yangi albomlar, yangi qo'shiqlar yozdi va taxminan 2016-yildan 2017-yil o'rtalarida Lizaga YG tomonidan bir ikkita nohaqliklar bo'lgani aniqlandi. Masalan, qo'shiq yozish paytida Jenni ko'rinsin deb Lizani urushib bergani yokida Lizani ota-onang bilan ko'rishtiraman deb armiyaga qo'shib yuborgani ma'lum bo'ldi. Va Sprite bilan bo'lgan hamkorlikda ham bir ikkita nohaqliklar bo'lgani aynan jamoa qizlariga nisbatan aniqlandi. Masalan, umuman olganda Sprite aynan Jennini alohida o'zi bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan. Fotosessiya jarayoniga kelganda aynan YG Entertainment ham butun guruh qizlari bilan iltimos hamkorlik qilishingizni so'ragan bo'lardim degan. Ammo bu yerda nohaqlik ketib, faqat o'sha reklamachi bola va Jennini ko'proq suratga olib ekran yuziga chiqargan. Umuman 3 ta qizni Liza, Rose, Jisuni ajratib qo'yishgan. Ochig'i bu haqida nima deb o'ylaysiz? Buni ham kommentariyaga yozib ketishingizni so'ragan bo'lar edim. Keyinchalik 2019-yildan so'ng har xil kollablar ularda boshlandi. Masalan, Dua Lipa, Selena Gomez va shunga o'xshash kollablar ularda bo'lgan. Aynan 2020-yilda ular aura ishlashni boshlashdi, ya'ni How You Like That qo'shig'ining praktikum paytidagi videosi juda ham ko'p prosmotrlar olgan. Shuning uchun hozirda uni aniq-tiniq soni yo'q, chunki hozir ham ko'payib ketmoqda. Va aynan 2020-yildan so'ng ular har xil brendlar bilan shartnoma qilishni boshlashdi, jumladan Jisoo Dior, Rose esa Saint Laurent, Liza Versace va Jenny Chanel brendi bilan hamkorlikni boshlashdi. Bu bizning bilganimiz, bilmaganlarimiz juda ham ko'p. Ularning bitta ikkita hamkorligi emas, ularning juda ko'p hamkorliklarini topishingiz mumkin. Blackpink guruhining eng omadli konsertlari, ya'ni gastrol safarlaridan biri bu 2023-yildagi Pink Born loyiha konsertlaridan biri. Bu eng udachniy va eng zo'r sahna dasturi bo'lib chiqqan. Hozircha yetkazmoqchi bo'lgan faktlarimiz shulardan iborat edi va keyingi part 2 chiqishini xohlasanglar, bizga podpiska bo'lib, like, komment yozib qo'yishingizni so'rardim. Hammaga bye.